Assalamu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Bugun Amerikadan ikki olim, Angliyadan bir olim, mushu 1989-yili C tipliq jigar yallig'ini keltirib chiqargan C tipliq jigar yallig'i virusini bayqagani uchun bu yilqi, ya'ni 2020-yillik Nobel tibbiy mukofotiga erishibdi. Ular bundan 31 yil ilgari mushu C tipliq jigar yallig'ini keltirib chiqargan virusni bayqab, uningga C tipliq jigar yallig'i virusi deb nom bergan ekan. 31 yildan keyin mushu Nobel tibbiy mukofotiga erishib, bugun u xabarni butun dunyoga e'lon qilibdi. Men bu munosabat bilan mushu C tipliq jigar yallig'i to'g'risida qarindoshlarga ozroq bir tushuncha berib o'tay dedim. Chunki bu C tipliq jigar yallig'i bizning vatanda Uyg'urlar orasida nihoyatda ko'p. Bu kasallikki ko'pincha kishilarda nihoyatda yomon oqibat keltirib chiqaradiganligi, biroq kasalning dastlabki mezgilda ko'pincha odam undan xabarsiz ekanligi ma'lum. Shunga bu kasalga bo'lgan tushunchani yuqori ko'tarish, bu kasaldan kelib chiqqan yomon oqibatlarning oldini olishda bakla muhim. Men tövende bu virus to'g'risida va bu virus keltirib chiqargan jigar yallig'i to'g'risida qisqacha to'xtalib o'tmoqchi. Mana bu 3 olim shu ayni vaqtida shu C tipliq jigar yallig'ini keltirib chiqargan virusni bayqagan olimlar, ya'ni bu yil 2020-yillik Nobel tibbiy mukofotiga erishgan olim. O'ttirdikisi Angliyalik olim, anandan keyin ikki tarafdagi Amerikadagi tibbiy tadqiqotchilar. Ondaqda bu C tipliq jigar yallig'i degan qandaq bir kasal degan vaqtimizda bu C tipliq jigar yallig'i deganimiz virus keltirib chiqargan jigar yallig'ining bir xili bo'lib, uni keltirib chiqargan virus 1989-yili tunji qitim bayqalgan va uningga C tipliq jigar yallig'i virusi deb nom berilgan. Endi nima uchun biz bu virus keltirib chiqargan jigar yallig'ining bir xili deymiz degan vaqtida virus keltirib chiqargan jigar yallig'i bir necha xil bo'lib, u A tipliq jigar yallig'i, B tipliq jigar yallig'i, C tipliq jigar yallig'i, D tipliq jigar yallig'i, E tipliq jigar yallig'i deb bir necha xilga bo'linadi. Bu C tipliq jigar yallig'i shu bir necha xil jigar yallig'i ichidagi bir xili. Endi odam bu virus bilan yuqumlanib C tipliq jigar yallig'iga giribdor bo'lgandan keyin agar vaqtida davolanmasa jigar qetishni va jigar rakini keltirib chiqaradi. Bu shu jigar C tipliq jigar yallig'ininki eng og'ir oqibati. Shu sababdan biz buningga bo'lgan tonishimizni o'stirishimiz va uning oldini olishimiz bizningki sog'lomligimizni qo'g'dashda nihoyatda muhim. Bu C tipliq jigar yallig'i butun dunyo miqyosida keng tarqalgan bo'lib, hozir butun dunyoda 71 milliondan ortiq odam C tipliq jigar yallig'i bilan yuqumlangan. Her yili taxminan 2 millionga yaqin odam C tipliq jigar yallig'iga giribdor bo'ladigan bo'lib, ularning ichida her yili 400 ming odam C tipliq jigar yallig'i bilan o'lib ketadi. C tipliq jigar yallig'iga giribdor bo'lgan ko'pincha odamda alohida kasal alomatlari bo'lmagani uchun ko'p sonda odam o'zida u kasalning borligini bilmaydi. Ondaqda bu C tipliq jigar yallig'i qandaq tarqaydi, qandaq yuqidi? Hozirgi shu statistikalik ma'lumotlarga asoslangan vaqtida
bu C tiplік jigar yallig'iningki 60%ninki zərlik çekimlikni okul qilib urdiganlar arasida bir yingni o'rtaq ishlatish sababidan yuqadiganligi ma'lum. Ya'ni bu jihatda bu C tiplік jigar yallig'iningki yuqish yo'llari shu AIDS kasalining yuqish yo'llari bilan asosan o'xshib ketadi. Andan qilib qolsa 15%i jinsiy munosabat orqali yuqadiganligi ma'lum. 10%i qon silish, ya'ni doktorxonalarda operatsiya qilgan yoki ma'lum qatnash voqeasi tufaylidan qon silish orqali yuqadiganligi ma'lum. 5%i onadan bolaga va yoki doktorxonadagi boshqa tibbiy mashg'ulotlar orqali o'qil urish deymiz yoki masalan tishni o'ngshash degandagidek har xil tibbiy mashg'ulotlar orqali yuqadiganligi ma'lum. Anandan qolgan 10%ninki yuqish yo'llari hozir qadar aniq emas. Ya'ni nama'lum yuqish yo'llari orqali yuqadiganlar 10% ni egallaydi. Undaqda bu C tiplik jigar yallig'iningki qandaq kasallik alomatlari bo'ldi degan vaqtimizda men yuqori deb o'tgandek ko'p sonda odam, ya'ni 70-80% odam bu C tiplik jigar yallig'i bilan yuqumlangan vaqtida alayda kasal alomatlari bo'lmaydi. Ya'ni ular agar doktorga berib tekshirtmagan bo'lsa, o'zida C tiplik jigar yallig'ini borligini bilmaydi. C tiplik jigar yallig'iga giribtor bo'lgan odamlarda agarda kasal alomatlari paydo bo'lishga boshlasa, ularda tövandagidek bir necha xil kasal alomatlari bo'lishi mumkin. Lekin bularningki ko'pinchisi boshqa jigar yallig'laridami bo'lganligi uchun ularni tekshirtmay turib farqlantirish biroz qiyin. Birinchidan shu teri yoki ko'zi sag'rib qilish, ya'ni ko'zga qarag'an vaqtida seriq ko'rinish. Andan keyin ikkinchisi bu suduk qiniq ranglik bo'lish, ya'ni bu sudukdagi pigment moddalari, ya'ni ranglik moddalar ko'payganligi uchun sudukningki rangi asldagi holdan qiniqlashish. Uchinchisi ana shu cho'ng tarafning rangi suslashib ketish. To'rtinchisi olib qolsa, andan keyin ko'ngli ilishish, qusqisi kelish yoki yondirish. Beshinchisi shu ishtohasi nacharlashish, tomoq yegisi kelmaslik. Oltinchisi andan keyin horg'inlik his qilish, o'ng'ay yerib charchash. Bularning hammasi men yuqori deb o'tgandagidek bu C tiplik jigar yallig'ida bo'ladigan alomatlar bo'lsa-mu, lekin ular C tiplik jigar yallig'iga xos alomatlar bo'lmasdan boshqa jigar yallig'lardami o'xshashlar bu kasal alomatlari bo'ldi. Shunga bu kasal alomatlari paydo bo'lgan vaqtida cho'qim doktorxonaga berib tekshirtib, bu qaysi kasalga giribtor bo'lganlik to'g'risida aniq diagnoz qo'yish kerak. Bo'lapmi bak shu tarafning rangi suslashib ketgan vaqtida, ko'z terisi sag'irib qolgan vaqtida bu alomatlarga hargiz sal qaramaslik kerak. Chunki bu C tiplik jigar yallig'i hozir saqaytqili bo'ladigan kasal. Agar saqaytmay shu o'z yo'liga qo'yib qo'ygan vaqtida jigarning qetib va jigar raki degandek yomon oqibatlarni keltirib chiqardi. Endi bu qandaq qilgan vaqtida C tiplik jigar yallig'ining oldini olg'ili bo'ldi degan vaqtida bu virus garchi 1989-yili bayqalgan bo'lsa-mu, shuningdan e'tiboran bu virusga qarshi vaksina ishlab chiqarishga tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsa-mu, lekin hozir qadar bundaq aniq unum bor deb qaralgan vaksina texi yo'q. Shunglashqa bu kasallikning oldini olishda asosliqi yana shu o'ziningki bu kasalning yuqish yo'llariga asosan tadbirlarni qo'llanish kerak. Hamda bizningki turmushimizda bu kasal hamda shu jinsiy munosabat orqali yuqqandan boshqa ko'pincha ahvollar ostida shu tish cho'tkisi orqali
yuqadiganligi ma'lum. Undan boshqa men yuqori deb o'tgandagidek zarlik chekimlik chekadiganlarning orasida o'rtaq bir jingni o'rtaq ishlatish, qansilish deganlar hamda bu bizningki normal turmushimizningki sirtidagi ishlar. Albatta bularga diqqat qilish kerak. Bo'lib doktorxonalarda qon soladigan bo'lib qolsa, bu qon iyoni qilguvchilarga nisbatan bu jihatda tekshirish ilib berish xili umumlashdi hozir. Shunlashqa bizningki kundalik turmushimizda nimalarga diqqat qilishimiz kerak degan vaqtida birinchisi shu oilada yoki atrofimizda kimning C tiplik jigar yollig'iga giribtor bo'lganligini cho'qim bilishimiz kerak. Anandan keyin shu qon yoki badan suyuqligi bilan bo'g'inish ehtimoli bo'lgan har qanday narsani ayrim tutish kerak. Ya'ni o'rtaq ishlatishdan saqlanish kerak. Mayli u jingni bo'lamdi, mayli ig'iz cho'tkalaydigan cho'tka bo'lamdi yoki bo'lmasa boshqa shu qon yoki badan suyuqligi bilan bulg'unish ehtimoli bo'lgan har qanday narsani ayrim ishlatish kerak. Shu orqali bu kasaldan saqlangan bo'ldi. Albatta normal turmush bu masalan birga tomoq yeyish yoki qo'l ilishib ko'rishish, quchoqlashish degandek undaq yo'llar bilan bu C tiplik jigar yollig'ininki yuqmaydiganligi ma'lum. U jihatda alohida antish qilishninki hojat yo'q. Lekin shu qon va badan suyuqligi bo'lib mani erlarninki mani yoki ayollarning jinsiy suyuqligi bilan shu bulg'unish ehtimoli bo'lgan har qanday narsani ayrim ishlatish, ya'ni o'rtaq ishlatishdan alohida saqlanish kerak. Endi bu kasal shu kasalga giribtor bo'luvchilarning ko'p qismida kasal alomatlari bo'lmaslik va yoki u insonlarningki o'zida shu kasal borligini bilmaslik ahvoli ig'ir bo'lganligini hisobga olmagan vaqtida bu kasal odatda saqaytish imkoniyati bo'lgan kasal, ya'ni 3 oydan ortiq davolash orqali bu kasalga giribtor bo'lgan bemorlarning 95%ning saqaydiganligi ma'lum. Biroq afsus ko'pincha kishilar o'zida bu kasalningki borligini bilmaganligi uchun ular doktorga berib davolanmaydi. Shunlashqa shu sababdan bu kishilar asta taraqqiy qilib oxirisida jigar qitib olish yoki jigar rakini keltirib chiqarishi mumkin endi bu. Shunlashqa agarda men yuqorida o'tgandagidek kasal alomatliklari bo'lsa yoki o'zimizning shu yuqumlanish ehtimoli bo'lib qolsa, eng yaxshisi doktorxonaga berib tekshirishimiz. Agar shu kasal giribtor bo'lganligimiz aniqlansa, buni davolashimiz kerak. Chunki bu saqaytqili bo'ladigan kasal. Agar saqaytmay tashlab qo'ysak, yuqorida men deganligidek ig'ir oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Bugungi bu qisqa leksiyani mishada to'xtatmoqchi. Hammanglarningki diqqat berganinglarga ko'p rahmat. Alloh hammanglarga salomatlik ato qilsin. Xayr xo'sh, Xudoga omonat. Kelaqtim ko'rishguncha omon bo'linglar.